Paputi yana bir marta ko'rsatmoqchi bo'lgan obyektimiz parnik bo'ladi. Bu parnikimizda umumiy yer maydoni 1,2 gektardan iborat va parnikimiz esa 25 sotiqdan iborat. Bu yerimiz Qarshi shahri hududiga kiradi, ya'ni Zaynab market mo'ljalimiz Skaskani orqasida. Yerimiz top-toza, hech qanaqa muammoli joyi yo'q. Imtiyozli tarzda issiqxona uchun hujjat qilingan va soliqlarda ham xuddi shunday imtiyozlari bor. Ko'rib turgan kotyolingiz ko'mirli, qishki mavsum uchun shu parnikni isitish uchun qilingan. Tomchilab sug'ortirish qilingan. Bu yerda svet va suv muammo emas. Gaz esa shu yaqin atrofdan 100 metr uzoqlikdan taxminan o'tgan. Va shunday ekan, siz qishni ham sovuqlarda beg'am o'tkazishingiz mumkin va unumdor yer va siz xohlagan narsangizni, ya'ni gul yoki poliz ekinlarni issiqxonaga mos shaklini eksangiz bo'ladi va siz o'zingiz xohlagandan ko'ra ko'proq hosil olasiz. Parnikda doimiy yashash uchun esa 2 xonali uy ham qilingan va katta hajmdagi 3 ta hovuz ham qilingan. Va parnikning bahosiga keladigan bo'lsak, umumiy narxi $80,000 va kelishtirib beriladi. Batafsil ma'lumotlarni olishingiz uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol bog'lanishingiz mumkin.